olganlarga ham to'plam qilib bering. Bo'ldi. Bugungi videomiz avtokuzov ustalari uchun bo'ladi. Umumiy o'zimizda bor tovarlardan kelib chiqib, kuzovchi yoki ishini yangi boshlamoqchi bo'lgan ustalar uchun narxlari bilan obzor qilib beramiz. Siz ungacha bitta like bosib qo'ying. Mashinalarni ko'tarish uchun bizga gidravlический domkrat kerak bo'ladi. 3 tonnali, narxi 930 ming so'm. Va qo'shimcha domkrat podstavkamiz 320 ming so'm. 6-o'rinda kraska sepish uchun sifatli pulizatор. Narxi 350 ming so'm. 5-o'rinda Mustang'ni 50 talik kompressor kerak bo'ladi. Narxi 1 670 ming so'm. 4-o'rinda biz bunaqa odamdan ehtiyot bo'ling. Bunaqa instrument bilan ish boshlab o'tirmanglar. Bu instrument emas u, 5-chi, o'sha 6-o'rinda qo'yilgan instrument. U instrument emas. Pulizatор emas, kompressor emas. U balon shirish uchun bo'lsa, olsangiz bo'ladi unaqa kompressori. Keyin brat sizga ham tegishli gap. Bu sohada agar bir ma'lumotingiz bo'lmasa, maslahat berib o'tirmang. 50 litrlik kompressori kuzovni remont uchun hech qachon tavsiya qilmasligingizni men sizga tavsiya qilaman. Yangi ish boshlamoqchi bo'lgan ustalar, bunaqa instrument bilan ish boshlab o'tirmanglar, shu yoqda ishlarni tugatib qo'yinglar. Bu bekaraki narsa u. Omon bo'lasizlar.